Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Oliy Komissari Michelle Bachelet Xitoydan Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlariga keladigan ziyoratchilarga qo'yilgan cheklimani amaldan qoldirishni talab qildi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Bachelet yeziqcha bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatı bilan bo'lgan uchrashishlarning davomlashayotganligini, bu uchrashishlarda yig'ilish lagerlari masalasining muzokara qilinadiganligini bildirdi. İran prezidenti Hasan Ruhani bilan Xitoy raisi Xi Jinping Amerikaning xalqaro sahnidagi tang taraflik siyosatlarga norozilik bildirdi. Hasan Ruhani e'lon qilgan yeziqcha bayonotga asoslanganda Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat boshliqlari yig'iniga qatnashish uchun Qirg'izistonning Bishkek shahriga kelgan Ruhani bu yerda Xitoy davlat majlisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. Ruhani Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Amerika Osiyo qit'asi va dunyoda hokimiyat o'rnatish maqsadida Iran, Xitoy va boshqa davlatlarga qarata besim tushirmoqda. Amerikaning tang taraflamalik siyosatlariga qarshi Iran va Xitoyning keskin pozitsiyasi hem dunyo uchun, hem Osiyo uchun muhim dedi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasi haqida to'xtalgan Ruhani bu qurilishda muhim rol o'ynashga tayyor ekanligini bildirdi. Belgiya Davlat Kengashi Saudiya Arabistonga qurol eksport qiladigan FM Kristal va KMA ikki shirkatning ijozatnomasini bekor qildi. Belgiya hukumatı yuqorqi ikki shirkatning eksport ijozatnomasini amaldan qoldirish qarori chiqardi. Arab davlatlari bilan savdo kelishimlari bor bo'lgan bu ikki shirkat haqida chiqarilgan qarorning asosligi Saudiya Arabistonning asosiy huquqlarga hurmat qilmaganligi sabab bo'lganligi bildirildi. Angliya Tashqi ishlar ministri Jeremy Hunt Oman bo'g'izida ikki neft paraxotiga qilingan hujumning Iran tarafidan elib berilganligining qandoqli bo'lmasin aniq ekanligini bildirdi va Ironni tanqid qildi. Oqsaroy bo'lsa Trump bilan Shinzo Abening uchrashishida Oman bo'g'izida hujumga uchirgan va biri Yaponiyaga tava bo'lgan ikki paraxot haqida muzokara olib borganligini bildirdi. Oman bo'g'izdan o'tib ketayotgan ikki neft paraxoti oldingi kuni hujumga uchirganligi sababli Amerika dengiz armiyasidan yordam talab qilingan edi. Amerika hukumatı Hindistonning alohida savdo imtiyozini bekor qilgandan keyin Hindiston doiralari Amerikadan import qilinadigan 29 xil mahsulotga qo'shimcha boj olish qarori chiqardi. Xabar qilinishicha, yong'oq va olma qatorliq 29 xil mahsulotga qaratilgan tambojni beji plani oldimizdagi hafta yo'lga qo'yildi. Amerika o'tgan oyda Hindistonning Washington bozoriga odil kirish imkoniyatini ta'minlamaganligi uchun imtiyozli davlat salohiyatini amaldan qoldirgan edi. Hindiston savdo ministrligi bo'lsa, Washington bunda qaror chiqargan bo'lsa-mu, lekin ikki davlat orasida kuchli munosabat o'rnatish uchun tirishchanlik ko'rsatadiganligini bildirdi.